Assalomu alaykum barchaga akalar. Apparat video boshida aytib qo'yam, bitta qo'shimcha narsasi bor. Ho'l mevalarni karmoy qilib beradigan. Sabzi, qizilcha, baqlajon shunga o'xshagan ho'l mevalarni to'rg'a beradi, ustiga kepagidan sepib turadi. Hayvonga bersalar yem o'rnida ham o'tiradigan bo'ladi, xudo xolasa. Video boshidan ham shuni aytib qo'ying dedim akalar. Xashak kesgan videosini video davomida ko'raverasiz akalar. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrdon podpischilar. Salom-alaykum, rossiyskiy jodlarni video obzor qilishda davom etamiz akalar. Bitta shu Toshkentdan tog'alarimiz kelishgan ekan, mana apparatni hozir beda chiqarib ko'rsatib o'tdik. 224 ta ikkita pichoqda kesib ko'rsatib o'tilyapti. Quruq beda chiqarib ko'rsatib o'tildi. Razmeri mana shunaqa. Qo'li quruq universalni yozin qishin bezatka xudo xolasa chiqarib beraveradigan. Jodlardan kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar.